Ya хотя бы ne emas, balki men siz bilan faxrlanaman trendini qilamiz. Men siz bilan faxrlanaman chunki siz farzandlarimiz uchun juda ham yaxshi otasiz. Hech qachon qizlarimiz bilan vaqt o'tkazishdan tortinmaysiz. Men sen bilan faxrlanaman, chunki ikkita qizimizga ham zo'r tarbiya berasan, men bunga ishonaman. Men siz bilan faxrlanaman chunki agar munosabatlarimizda nimadir tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, menga nimadir yoqmasa, siz shu narsani to'g'rilashga harakat qilasiz. Men sen bilan faxrlanaman chunki sen bitta joyda o'tirmasdan постоянно nimadir yengilliklar qilishi, qanaqadir g'oyalar chiqib kelaveradi shu bilan birgalikda men ham o'zim joyimda to'xtab qolmayman deb men ham o'sishimga sabab bo'ladi bu. Men siz bilan faxrlanaman chunki siz doim ishdan keyin o'rtoqlar bilan qatlig'idir borish emas, uyga tezroq kelishga harakat qilasiz. Men bilan faxrlanaman chunki bizani oilamizda пожарник sansan, men yonib lovullab ketsam, sразу meni успокоить qilib, meni qanaqa qilib men bilan gaplashishni bilasan. Bilan faxrlanaman chunki bilasiz, farzand tarbiyasi oson emasligini, shuning uchun menga bu borada qo'ldan kelgancha yordam berib, hattoki enaga ham olib bergansiz. Ikki inson baxtli bo'lishi uchun bir-biri bilan faxrlanib yashash menimcha juda ham muhim. Sizlar ham bu trendni olib ko'ringlar.